Video boshlanishidan oldin sizlarga bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Agar siz bundan keyingi qiziqarli va adrenalinga boy videorolikimda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, ikkitagina sharti bor. Hoziroq pastga tushing va Omonxon kanaliga obuna bo'ling va kommentariyda o'zingizning Instagram sahifangizni yozib qoldiring. Xullas, men sizlarga o'zim aloqaga chiqaman. Salom o'rtoqlar, qaranglar. Biz hozir bu zabroshkamizga kelishimizdan maqsad bu yerning mahalladagi xullas men tanishlarim aytishi bo'yicha bu zabroshka ancha berib bor ekan va bu yerdan g'alati ovozlar eshitiladi. Xullas har xil miflar bor ekan. Shuning evaziga ko'pchilik bu yerdagi odamlar qo'rqib bu yerdan ko'chib ketayotgan ekan. Nima, haqiqatan ham sharpalar tashqarida binoda yashash mumkinmi, yo'qmi? Biz bilmaymiz va bu videoda shunga oydinlik kiritamiz. Boshladik. Bismillahirrohmanirrohim kirdik. Voy, musurlarni. Aytgancha, ahamiyat beringlar. Что, bu yerdan g'alati ovoz keladi deb aytishgan bizga. Shuning uchun tushib jim bo'lib o'sha g'alati ovozdan eshitaylik biz. O'rgimchi uylari. Davay. G'alati ovoz keladi. Musurlar, suv ham bor ekan, suv. Ovoz eshitib tur. Suvi bor joyda jinni bor deyshadi. Yo'q-a? Shunga gap bor. To'g'risi, real qo'rqaman. Вообще. Eng qiziq o'rtoqlar, morg выпускimizni уже syomka qilib bo'ldik. Faqatgina men qachon qo'yaman? Işte mana shu videoning tagida 10 mingta like bo'lgandan keyin qo'yaman. Biz morg qilib bo'ldik. Shu masalan kadrlarni ko'ringlar. Yo'q qoldi bitta odam tasavvur qilsam. Bilet. Qochdik. Davay. Xullas o'rtoqlar, bu video уже hozir montajga ketyapti. Xullas montaj bitguncha mana shu videoda 10 mingta like bo'lsin. Buni juda ham oson. Shunchaki ko'rib turgan har bir inson tushuntirib like bossin. Biz sizlar uchun haqiqiy morgga kirdik. Voy, boshi yo'q. Bilmayman. Yaralarni boshlab Bilmadim, lekin biz adashib qolishimiz urf odatimiz bo'lyapti. Realni. haqiqatan ham zabroshka. Bu eng qizig'i bor-ku, mana savolda bu o'sha tiriklik paytida nima bo'lgan? Qo'shilamiz. Gapirmang. Qarayana qo'rqaman. Oz bal eshitildi, men nima eshitildi bo'lasizmi? Ha? Voy, bilet. Brat. Agar ham soqollar mana qarab turibdilar, mana qilib turibdilar. Qo'rqqanim ko'rdingizmi? So'ngga qilsin, shuni ish qilib. Qo'rqib ketdi. Voy, bilet. No, просто aktyorskiy bunaqa kuchli emas-da. Shunisi bu darajada chichorish kerak. Bunaqa vaqt turibdi, boshda biron bunaqa qildim. Bunaqa odam biron borib bunday ko'z ilg'iydi-yu, ilg'adi-da, ovozingiz ketyapman. Bunaqa qarab turibdilar. Birat, vashim, sen o'ldirishni maqsad qilgan. Qo'rqitib o'ldirishni. Oson varianti. Aytdim, mushukni ovozi, qani mushukni o'zi? Mushuk. Meow. Bo'ldi, brat, sekin sal yuraylik, bo'ldi. Mana mushukni qara. Nima? Voy! Shuni men ushlab turing. Men agar to'g'ri o'ylagan bo'lsam. Men qo'ying qo'l bilan. Pechatgan bor-ku. Voy, bilet. Eshitosizlar? Mana shu ushasi yana miyavlayapti. Mana shu xonaga kirsa ham miyavlayapti. Keling, fanar. Qani mushuk? Hop. Uku mayli, menmi nima? O'rtoqlar, mana shu buni yuborgan bilasizlar. Somondan yasalganmi bu? Skoch, somon skoch. Voy bilet.
Bu nima bu? Masalan, men real bilmayman, lekin ko'rgan bu Patan bor. anaqada, ha? Patan bor ekan. Bu soyamiz ekan. Siz ham ko'rdingizmi? Qarang, birinchi u. Buni moshdan o'tib, qanday moshdan parasi bizga tushyapti, aks bo'lib bundoq aylanyapti odamlar.